kechirasiz o'tib ketsa maylimi? Iltimos. Rahmat, sog' bo'ling. Charchamang. Joningiz sog' bo'lgur. Yo'q, hormaylar. Qalaysiz, yaxshimisizlar? Kelyapsizmi axir? Chamayapsizmi? Yangilikda. Ha, shunaqami? Mayli, tinchlik bo'lsin. Sog' bo'ling, yaxshi bo'ling. Xo'p, mayli. Go'zalliklarni videoga, rasmga olib ko'rsatgan bilan baribir kelib ko'rgan boshqachadan. O'z ko'zingiz bilan ko'rib, mana shu muhitdan nafas olib aylansangiz, maza qilasiz. Buni faqat shu sayohatda gashtini biladiganlar biladi, xolos. Sayohat qilish qiziq bo'lmagan insonlarga men gapirgan bilan foydasi yo'q. Sharoiti yo'qlar uchun tegishli emas bu gaplar. Mana shu yerda 10 yildan beri ishlaydigan insonlar bor. Kamida 1 yil, 2 yil, bo'lmasa 10 yildan beri ishlaydigan insonlar. Xo'sh, ishdan boshqasini bilishmaydi, ishqilib, faqat ish. Yakshanba kunlari damda chiqib aylanishmaydi. Mana yoqqa chiqaylik desiz. Nima qilasan? Aylangani deganmisan. Xo'p, ishlagani degansiz. Ishni ham qilyapsiz, daromad qilyapsiz, uyga pulni yuboryapsiz. Shu joyingizni ham qilyapsiz. O'sha mashinangizni ham mayli Alloh nasib qilyapti, olyapsiz. İşte berayotgan Alloh, umrni bergan Alloh. Mana bu jasadingizda haqqi bor sizni bo'yningizda. Jasadingizda haqqiga rioya qiling desiz. Juda ko'p shunaqa insonlarni ko'rganman. Yeb ichishida ham nima yo'q. Umuman hali e'tibor bermaydi, yeb ichishiga ham, kiyinishiga ham e'tibor bermaydi. Birov bir so'm olayotgani yo'q, men chiqib aylanib yuribmiz, Allohga shukr. Alloh taolo qazo qadarimizga yozgan joylarni ko'rib, aylanib maza qilyapmiz. Mana sayohatda shunday foydalardan biri shuki, bu joyga borib sayohat qildingizda, mana qarang, Sankt-Peterburg bo'lsa, Sankt-Peterburg shahri bo'lsa, mana shu yerga aylanyapsiz. Mana shu bir kun mana shu yerda aylanishingiz kamida bir Sankt-Peterburg haqidagi bir 10 ta kitobni o'qigan bilan barobar. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Qolganlarni bilmadim. Qo'shilmaydiganlar bo'lsa majbur emas, qo'shilinglar meni fikrimga deyishga. Bu narsadan yiroqdaman. Nima deydi? Xullas, maqsad nima bu gaplarda? Ishdan maqsad o'sha sassiq ko'rpada yotavermang. Hech bo'lmasa yakshanba kunlari damni chiqib 3-4 soat aylaning. Odam bir o'zgaradi, to'g'risi o'zgaradi, hamma tomonlama o'zgaradi. Charchoqlari chiqadi, ko'pchilik aytadi charchaymiz deydi. Yo'q, nabaroq, charchoqi chiqadi. Juda ko'p yangi joylarni ko'rasiz. Juda ko'p insonlarni, turfa xil millat vakillarini ko'rasiz. Hayotdagi madaniyatni o'rganasiz. Kim qanaqa kiyinyapti, u qanaqa nima yeb ichyapti, qanaqa tartibda yeb ichyapti, kimdir qanaqadir momentda akamiz ishlayapti.
Alloh madadkor bo'lsin shu akamizga ham. Kim qanaqa ishlayapti, qanaqa pul topyapti, kim qiyinchilik bilan topyapti, kimdir oson yo'l bilan topyapti pullarni. Ko'rasiz, eshitasiz, aylanasiz. Umuman olganda hamma tomonlama dunyoqarashingizga foyda. Dunyoqarashni kengaytirish uchun men nazarimda birinchi o'rinda kitob, ikkinchi o'rinda sayohat bo'lsa kerak. Shaka gaplar. Las bo'lmadi. Zo'r joyni ko'rib qoldim. Mana orada aylanmoqchi edim, bu yoqda biz zo'r joyni ko'rdim. Ana shunaqasi kelsangiz, xullas Ermitajga borish kerak. Biz hozir Ermitajga emas, bu yoqqa boramiz. Mana madaniyat. Ular videoga olayotgan jarayonda hali gapirib, aytayotgan gaplarimizda xato kamchiligi bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolaman. Chunki bu videolarda hozir telefonni o'ziga olyapman, xudo xolasa sekin vaqtimiz bo'lganda xullas oldindan uzr so'rab qolaman xato kamchiliklari uchun. Borib kechiring, xudo xolasa sekin YouTube'ga tashlaymiz ko'p buni. Zamskiy bo'lsa telefon zaryad ham tugab qolsa kerak hozir. Xo'sh, videoni shu yerda tugataman. Nima 8 daqiqa bo'lib qoldi. Xo'sh, YouTube'ga men faqat 3 daqiqalik video qo'ya olaman xolos. Buni esa bir sharafsiz şerefsiz Türkler tabiri bilan aytgandek sharatsiz bir tor ko'cha bo'lsa, ikkita chekkada shuncha insonlar ketayotgan bo'lsa, balo bormi? Gazni ustiga yotib olib. Koreyskiy restoran ekan net. Xo'sh, kun bo'yi telefon tiklab, mana shu joylarda telefondan ko'rgandan ko'ra, agar Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, chiqing, aylaning. Qaysi shaharda bo'lsangiz hamda, dunyoning qaysi burchagida bo'lsangiz ham chiqib, o'sha joylarni telefondan qarab, ko'z nurini ketkazgandan ko'ra, chiqib mana shu joylarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, mana shu muhitdan nafas olib, mazza qilganingizga nima yetsin? Hech narsa yetmayapti, mana shunga. Sog' bo'lasizlar. Joyga kelganlar bordir, adashmasam.